Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan o'sha eski Muhammad Yusuf. Hozirgi kunimizga kelgan holatda sizlardan Alloh rozi bo'lsin, anchagina podpiskalar bo'lib qopti. Hozir umuman blogerga qiziqmayman. Shu prosta shu birodarlarga holatni tushuntirib, boshqa birodar ko'zi ochilsin degan holatda ochilgan narsani. Qiziqmayman o'sha narsalarga. Lekin alhamdulillah birodar ko'zi ochilyapti, hammasi tushunyapti. Hozir bilan bo'lgan holatlardan keyin alhamdulillah. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin inshaalloh. Bugun kelib buna qildik, bordik tabiblarga bordik bugun. Video qo'ydim, o'zi ko'rgan bo'lsa kerak. Bu oldingi videoda tabiblarga bordik. Tabiblarda o'sha yerda asarga qo'shilgan narsalar berilgan ekan, dorilar qilingan ekan. O'shani ichdik. Ichganda ham birinchi dori, ikkinchi dori, uchinchi dori ekan. Birinchi dori ichgandan keyin ovqatdan keyin ichilas ekan. Va 5 minutdan keyin ikkinchisini ichasiz ekan. Ya 5 minut uchinchisini ichasiz ekan. Endi bir-biridan toyib ekan, shunaqa jinoiy toyiblar ekan. Toyib degani yana nima degani? Lazzatli degani. Shunaqa lazzatli ekan. Alhamdulillah, Allohning izni bilan shu endi ijbor qiladi-ku. Majburmiz shunga o'sha ishlikka. Ko'rmagan bo'lsangiz qilamiz, tashib qo'yaman inshaalloh narsalarni. Savolinglar bo'lsa yozaverasizlar. Biz o'sha ko'pchilik aytdi. Sizga qanaqa uqubat bo'ldi? Jazo bo'ldi deb. Jazo eng qattig'i böyle oyog'ingizga temir qo'yadi. Ya'ni qanday aytganda sizlarga tushuntirib bersam o'sha narsani tushunsanglarda tushunib berish uchun bir temir o'sha qoshiqda istaymiz, qoshiq istaymiz. Temirni oyog'ingiz bo'lsa, oyog'ingiz orqasiga qo'yadi. Temir tushadi. Oyog'ingiz ichiga qiladi, egiladi. Egilgan paytda bunisini ikkita temirni tushadigan odam bo'ladi. Ushab turadi. Ya'ni qimlab ketmaslik, oyog'ingiz qilmasligi uchun. O'sha paytda qo'liga temir oladi. Ibrohim Axtoriy deydi, ya'ni bunaqa deydi, plastik bo'rilar bor. Shlankalar, plastik shlanka qattiq-qattiqlari. O'sha bilan ichiga temir tiqilgan bo'ladi. Ya'ni organizm ketmasligi uchun. O'shani qo'liga urishdi, uradi o'shani, uradi. Ya'ni e'tirof qilish uchun eng qiyin o'sha bo'ldi menga. Boshqasi qiyin bo'lmadi, alhamdulillah o'sha urilganda eng azoblangan o'sha bo'ldi, xolos. O'sha temirda ham qilmashlik qilish kerak. Qimilab qolsangiz qimilab qolsa qisib qo'yadi temir. O'sha uchun qimlamay turishingiz kerak. O'shanda ham o'tib qoldik birodarlar ancha qilib. Mana hozirgi kunda haligacha tuzalmadim. Bugundan boshlab bir tana qildim, iloj qilish bo'lyapman inshaalloh. Lekin hozirgacha o'pkamda asorat bor. Asorat o'pkamda bor haligacha. O'shanga o'pkaga aytishdi. O'pkanda yana qilib shamolish bor ekan dedi. O'sha asallar yeb olsa yechib ketadi dedi inshaalloh. Shuning uchun asaldan bir dori qilingan yeb o'tiribmiz. Vobshe lazzatli ekan. Bilan teskasini ekanda o'zi ham tomon buyoqqa tushmadi-da. Turib qoldi. Suv ichib olib tuzib oldim. O'tib yubordim. O'shuna holatlar endi zahar o'tib ketgan, biz zax yerda yotardik. Yerda qiyinchiliklar o'tib ketdi alhamdulillah. Keyin yotgan paytimizda yana odamlar bunday yotadi. Mana masalan yo'q qorinchasiga yotadilik, hamma yoqqa yotadi-ku. Bunda yotilmaydi, bunda yotardik biz. Ya'ni bunday egilgan holatda yotardik, mana shu yotardik. Mana shu holatda yotardik. O'sha yerda bir-birimizga qishin holatlarga yopishgan holatda, birini yopishgan holatda yotardik-da. O'shaqada 13 kishi bir kichkina xonada 2 metrga 4 metrda, ya'ni 2 metr bo'yingizga 4 metr oyoqligiga, uzunligiga. O'sha yerda 13 kishi yotdik. Tepangizdan suv oqadi ekan. O'sha undan keyin o'yindan chiqarib Abriya degan joyga bordi. Bu Abriya joyda endi taqriban kattagina xona. Bas o'sha xonada birortasi sharoit yo'qda. Tualetga, suvga, kranlar va shu yo'qda u narsa. Tualet qilamiz desak, baklashka bo'ladi, baklashkaga tualet qilamizda. Endi kunni ham deydi. Har kuni sizga 2 metr tonna tualet bo'ladi. Ertalab va kechki payt. O'sha ertalab qilganingizda kechgacha chidashingiz kerak. Kechki payt ertalabgacha chidashingiz kerak. Agar qoringiz og'rib qolsa, bir narsa bo'lib qolsa, o'sha yerdan qaramaydi. Eshikda qilatasiz. Biz ham shunday qilsak, chiq deydi, chiqqandan keyin tualetga chiqqandan keyin yot deydi. Imbotahan deydi. Imbotahan bo'lgandan keyin oyog'ingizni ochasiz. Oyoq ochganda ham qiladi, bunday turasizlar. Shunday turgan paytda o'shada uriladi. Urilib 10 ta, 15 ta, ahyonan uriladi, eng kami 10 ta uriladi. O'sha urilib
kirxonaga deydi. Xonaga kirib ketasiz, eshik qilib qo'yadi. O'shanaqa bo'ldi o'shanda. O'shani aytdim, sizlarga tushuntirib holat tushuntirishga ko'rsatyapman. Sizlar tushuntirib holat tushuntirishga ko'rsatmasa tushunmayapsizlar-da. Keyin nima bo'ladi? Agarda devorga Qur'on yozib qo'ysangiz, Fatah idaga deydi, ya'ni qo'ling ochingda, qo'lingizni ochasiz, ochganda o'sha paytda qo'lingizga uradi, işte uradi. O'sha urganda endi o'sha aytganda shlankani qattiqdan uradi. Birinchi, ikkinchi, uchinchisiga chiddiysiz uni kechira olmaysiz-da, qo'lingizni tortib olishga qadar harakat qiladi. Ya'ni o'shanga o'sha ham Qur'on yozgani uchun 5 tadan 10 tagacha uradi. Shu devorga Qur'on yozgani uchun biz Qur'on vallohi azim masalan Qur'on yozganimiz uchun ham o'sha narsa uqubat qildi, jazo berib qo'ydi. Endi kitob lahda Alloh subhanahu taolo Qur'on yozsak, qo'yadi devorga. Sen nima yozibsan devorga deydi-da. O'shada ya'ni kameralar ko'rib qoldi, kameralar xabar beradi, shu anaqa qilib srazu o'sha yozgan nima yozdingni qarasa Qur'on bu chiqadi, keyin o'shani uradi. Bizlar yolg'on gapiramiz o'sha paytda nashida desak, nashida ishonmaydi. Ochib eshitib o'qigandan keyin Qur'on o'qidi, o'sha payt uradi. O'shanaqa bo'lgan. Namozlarda esa qaraysizlar o'tirasiz ishora qilib. O'sha ishora qilib o'tirdik. Namoz o'qishlikda 1 yil 8 oy deganda shunaqa o'tirdik. U yerdan chiqqandan keyin ham 70 kunda yerdan chiqib ketganda eski podvalni olib kelib qo'yishdi. Podvalni olib kelgandan keyin podvalda yani taqriban bir yotdim, birinchi yotdim o'sha yerda. Birinchi yotdim. Podvalda shu podval joyda o'sha yerdan olib chiqib ancha qiynalib bir undan 2 metrdan kattaroq xonaga qo'yishdi, lekin 23 kishi 24 kishi yotdik. O'sha yerda. U yerda ham shunaqa endi oldimiz bilan yotardik, endi yotish bilan qolib qoldi yotishda. Yotish bilan qoldi, shunda yotdik hammamiz. Endi qimini olmaysiz. Shunaqa sharoitlar hammom kelgan bo'lsak, Amriya degan joyda har 10 kunda hammom qilasiz. Har 4 kunda tanaffus chiqasiz. Ertalabdan bir quyoshga o'qadi. Quyoshdan to kechib ketguncha quyoshda. O'sha tanaffus bo'ladi, o'sha tanaffusiz. Ya'ni bir maqsadga chiqib aylanib kelasiz o'sha. O'sha Amriya degan eng yomon qiyin joy edi. Hamma yomon ko'radi o'sha yerda. U yerda keyin nima qilasiz? Kiyimlar yuvmoqchi bo'lsangiz, har 40 kunda kiyim yuvasiz. Har 40 kunda. O'sha paytlarda ham men o'sha paytda o'sha nuqta videolarim bor. Biz birodarlar jo'natsa ishora qo'ya beraman. O'sha paytda kofir kimsa meni urib tashadi. Aytdim, o'shaga odamni nima ko'rasan desam, sen bizni dushmanimsan deb urib tashadi. Ya'ni qo'limni ushlagan holatda, ya'ni orqaga baylab qo'ygan holatda uryapti. Erkak bo'lsa endi och dedim, ochmagan hech kim. Shuna urib tashadi. Shunaqa bo'lgan. Hozirgi paytda buni holatimiz alhamdulillah ancha yaxshi, biz shu o'pkamiz qiynayapti, yo'talyapmiz-da. Qolganlar yaxshi alhamdulillah robbil alamin. Inshaalloh qilsa yozarsizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan, hammalardan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.